200 so'm beraman. Nima tanlaysiz? Mikrofonni beraman sizga. Nimani tanlaysiz? Case ili pul? Case. Maydalashmaymiz, ha? 500 so'm beraman. Mashina ichidagi olmasligingiz uchun 500 so'm pul beraman. Buni Alloh o'zi ko'rdingizmi nima chiqqanini? Yo'q. Ko'rmadi, bolalar ko'rdi. Mana mashina chiqdi. Har narsa chiqib qolishi mumkin, opa. Shuning uchun bo'pti, ko'p gapirmaymiz-da, nima qilmaymiz, 1000 so'm pul beramiz. Mashina ichidagi olmasligingiz uchun 1000 so'm pul beramiz. Sizdan hech narsa ketmaydi. Yo'q, uni olasiz, buni olasiz. Farqi yo'q bizga. Case beroy. Case beramiz. Mashina ichidagini 1100 so'm qoldi opa. Yo'q. Case. 1100 so'm отказ qilasiz. Case topamizmi? Ochaveraylikmi? Ha? Ochar. Opa, menga patitsiya qilganmiz, qilmaganmisiz? Yo'q, men bunaqa tushunmayman-da. Millioner shoh. Hozir men ushlab turibman. Bolalar qochib turadi, videoga tushyapti. Instagrammi? Если patitsiya qiladigan bo'lsangiz, pulni yana oshiraman. 1,5 so'm pul beraman. Ichida har narsa chiqib qolishi mumkin, opa. Men to'g'risini aytamiz, har narsa chiqadi. Buning ichida zo'r narsa ham chiqishi mumkin, yo oddiy narsa ham chiqishi mumkin. Oxirgi berishim 1,5 mingda to'xtadim. Pulni ko'rsatik. Yo 1,5 mingda olasiz, yo kesni ichidagi narsani olasiz. Oxirgisi mana. Tanlang. Sizga buyur. Yo uni ochamiz yo buni. Sizdan hech ichida har narsa chiqib qolishi mumkin. To'g'risini aytamiz, bundan oldingi o'yinimizda olma-qand chiqdi. Pulni olasizmi? Ichidagi narsani отказ qilasiz. Yaxshi o'ylanib ko'ring. 1,5 so'mni beryapmiz, opa. Ichidagi narsani o'zingiz xohishingiz bilan отказ qilyapsiz. Nima chiqsa ham. Nima chiqsa ham. Rozisiz? Nima qilay? Mana ochyapmiz, opa. Ichidan olinchi nima ekan? Nima ekan? Ocharing. Tilazray boradi, opa. Siz 1,5 mingdan oldingiz, nasib. Opa, rozi bo'lasiz. Xo'p, o'yin uchun video yoqqan bo'lsa, like va podpishka bosib qolasizlar. Keyingi odam siz bo'lishingiz mumkin.